hammaga katta rahmat. Hozir mana shu 34 yil deganingizga ko'zim yosh keldi. Tepalashtiringlar. Chunki faqat jog'ochi Tepalashtirib olinglar. ko'z yosh qilganmiz. Alhamdulillah Alloh yetkazdi meni, quvonch ko'z yoshlariga yetkazdi. O'ylaymanki biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarning futbolchilarning yutug'i emas. Biz harakat qildik, biz o'zimizning qo'limizdan kelgan amalni qildik. Alloh bizga shuni nasib qildi. Bu butun o'zbek futbol muxlislarining bayrami. Mana shunday ulug' kunda bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab bizga uzoqdan bo'lsa ham mana shu hajlarda uzoqda bo'lsa ham davlatimiz rahbari o'zimiz ahli ilmlar hammasi duo qilish. Ha, Sadiqxon, qo'y. Alloh o'shan uchun bizlarni mana shunday ulug' bir kunda ertaga Qurbon payti, bugun Arafa kuni, mana shu ulug' bir kunda yanada xalqimizga bayram ulashdik. O'ylaymanki biz buni mana siz aytganingizdek 34 yil kutdik. Alhamdulillah Alloh yetkazdi. Allohga behisob shukr. Otabek